Mana auditorimda juda ham ko'p ayollar bor. Shular qatorida uy bekalari dekretda o'tirganlar bor. O'zim uy bekasi bo'lsam, ovsinim dekretda, ishlamaydi hech qayerda, faqat uydalar. Shuning uchun hozir ularga Sitor opamni tanishtirdim va shu orada sizlarga ham aytib o'tib ketmoqchiman. Sitor opam NL kompaniyasini top liderlaridan va ularning o'zining komandasi bor. Shu komandani sizlarga taklif qilmoqchiman. O'zbekistonga NL kompaniyasi ancha oldin kirib kelgan va bu qonuniy noldan boshlab turib, prям kartez bo'lsa agar o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Noldan boshlab turib $100 va darajasiga qarab turib $1000 oylik olishingiz mumkin. Sertifikatlari, hamma narsalari bor. Bemalol ishonib, imенно ularga ishonib turib o'rgansanglar bo'ladi. Sizlarga u narsani sotmaydilar, rejalarni qanday o'rgatishlarini hech narsani sotmaydilar. Prosta sizlarga ishni o'rgatadilar va komandalariga qabul qiladilar. Oyiga 100, balki haftasigadir 100, 200, $1000gacha oylik topishinglar mumkin. Misol uchun o'zlari 3 ta farzandning onalari hech qayerda ishlamaydilar, faqat uyda o'tirib turib hozir $1000lik darajaga chiqqanlar, ya'ni lider bo'lganligi uchun oyiga $1000 oylik oladilar. Shuning uchun qizlarjonlar, agar sizlar ham uyda o'tirgan bo'lsanglar yoki student bo'lsangiz ham yoki dekretda o'tirgan bo'lsangiz ham yoki sizga qo'shimcha ish va pul kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu qoldirgan profilga Sitor opamga yozib ishlasanglar va pul topsanglar bo'ladi. Qanaqa savollar bo'lsa, bemalol ularning profillariga murojaat qilib so'rasanglar bo'ladi.